Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugun ventilyatorlarimiz bilan tanishtirib o'tib ketaman. Xo'p, akalar, buni kattaroq variantlari yoki bo'lmasa kichikroq variantlarini bugun tanishtirib o'tib ketgan bo'lsam, xo'p, mana 250 vatli hamda 2800 oborotli mana shunday skorostli variantlarimizdan olib kelib qo'yganmiz ventilyatorlarimizni. Xo'p, garantiyasi bor. 5 ta parallel bo'ladi. Mana ishlashini bitta ko'rsatib o'tib ketaman mana. Havo haydab berishi juda ham zo'r. Xo'p, bemalol qo'lda ishlasalar ham bo'laveradi. Kattaroq ofislarga yoki bo'lmasam og'ilxonaga yoki boshqa joylarga qo'yib qo'ysalar ham bo'laveradi. Buni kattaroq variantlari ham mavjud. Ularda ham skoroslari bor. 220 ga bemalol ishlaveradi. Energiyasi A+ bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari devorga iladiganlari ham mavjud. Mana ko'ryapsizlar. Ventilyatorlarimiz har xil turlaridan mavjud. Deylik 350 yoki bo'lmasam 450 darajada, kattasi 600 bo'ladi. Kimga shunaqangi ventilyatorlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol telefon qilib xarid qilishlar mumkin akalar. 12 viloyatlik dastlabki xizmatimiz bor. Manzilimiz Xo'jayangi bozor. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, bosib qo'yishingizni nasib qilsin.